Prognozlarga ko'ra 2030-yilga borib dunyo aholisining 67%, deyarli 5 milliard inson toza ichimlik suvisiz qolishi mumkin. Yer yuzida qancha toza ichimlik suvi bor? Qaysi davlatlar suvsizlikni boshdan kechirmoqda va qaysi davlatlar yaqin kelajakda suvsiz qolishi mumkin? Nima uchun O'zbekiston va O'rta Osiyoda suv muammosi avjiga chiqmoqda? AQShda esa suvni fond birjasida sotishni boshlashdi. Qanday qilib suvsizlikni oldini olish mumkin? Bugungi mavzuyimiz shu haqida. Assalomu alaykum. Sizlar bilan aloqada Rustamov. Yer yuzining deyarli 71%ni suv egallaydi. Kimdir aytishi mumkin, uni yer emas, suv deb nomlanishi kerak edi deb. Lekin okeanlarning o'rtacha chuqurligi taxminan 5 kilometrni tashkil etadi. Yerning diametri esa 12742 kilometrni tashkil etadi. Farqini his qilyapsizmi? 12742 va 5. Ammo bu hali hammasi emas. Bizni birinchi navbatda ichimlik suvi qiziqtiradi. Yer yuzasidagi suvning 96.5% okean suvlari bo'lib, sho'r va ichishga yaroqsiz deb hisoblanadi. Insoniyat hayoti esa qolgan 3,5% suvga bog'liq. Ushbu ichimlik suvining umumiy hajmidan 68% Antarktidada va muzliklarda joylashgan. 30% yer ostida. 2% daryolar, ko'llar va ozgina qismi atmosferada. Biz foydalanishimiz uchun mumkin bo'lgan suvning miqdori atigi 1% ni tashkil etadi. Toza suv zaxiralariga eng boy mamlakatlar reytingida birinchi o'rinni Braziliya egallaydi. 8600 kub kilometr suv zaxirasiga ega. Keyin esa Rossiya 4500 kub kilometr, Amerika 3100 kub kilometr, Kanada 2900 kub kilometr. O'zbekistonda esa ushbu ko'rsatkich ayanchli holatda. Bor yo'g'i 49 kub kilometrni tashkil etadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda 40% dunyo aholisi ichimlik suvi tanqisligiga uchragan. Hozirgi kunda dunyodagi eng katta ichimlik suvi tanqisligi Hindistonda kuzatilmoqda. Mamlakat hukumati vaziyatni yaxshilashga harakat qilsa-da, 163 million qishloq aholisi hali hamon yordamga muhtoj. Efiopiya suv uchun katta miqdorda pul sarflaydigan davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakat aholisi o'rtacha kunlik daromadining 15% ni suv sotib olish uchun sarflaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yerda 61 million kishi suv tanqisligini boshdan kechirmoqda. Nigeriya Afrika qit'asidagi eng zich joylashgan davlat hisoblanadi. Bu yerda mahalliy aholi toza ichimlik suvidan deyarli foydalana olmaydi. Hozirgi kunda taxminan 60 million kishi ichimlik suvi yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Tezkorlik bilan rivojlanib kelayotgan Xitoyda esa uzoq mintaqalarda yashovchi aholi ichimlik suvi bilan bog'liq qiyinchiliklarga uchragan. Indoneziyada ushbu global muammo suv zaxiralarini ifloslantirish bilan kelib chiqmoqda. Pokistonda esa qo'shni Hindiston bilan suv ombori uchun kelishmovchilik yuzaga kelgan. Ushbu kartada ko'rishimiz mumkin qaysi davlatlar suv tanqisligiga uchraganini. Bunday davlatlar kartada qizil rang bilan belgilangan. Juda yuqori suv tanqisligiga uchragan davlatlar esa to'q qizil rang bilan belgilangan. Reytingga qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda Qatar, ikkinchi o'rinda Isroil, uchinchi o'rinda Livan. O'zbekiston esa ushbu ro'yxatdan 25-o'rinni egallagan. Qo'shni davlatlarga keladigan bo'lsak, ularda ham holat havas qiladigan darajada emas. Turkmaniston ushbu reytingdan 15-o'rinni egallagan. Afg'oniston 26-o'rinni, Qirg'iziston 37-o'rinni, Tojikiston 51-o'rinni, Qozog'iston esa 60-o'rinni. Qaytarib o'taman, O'zbekiston 25-o'rinda. Nima uchun O'zbekistonda va O'rta Osiyoda suv muammosi avjiga chiqmoqda? Mutaxassislarning fikriga ko'ra, O'zbekistonda toza suv tanqisligi 2030-yilga borib 7 milliard kubometrga yetishi mumkin. 2050-yilga borib ushbu ko'rsatkich 2 barobarga oshadi. Oxirgi 50 yil ichida iqlim o'zgarishlari tufayli mamlakatning asosiy daryolari hisoblangan Sirdaryo va Amudaryo o'z hajmining 20% ni yo'qotgan. Markaziy Osiyoda suv tanqisligining asosiy sabablaridan biri muzliklarning tezkorlik bilan erib ketayotgani. Yildan yilga o'rtacha yillik haroratning ko'tarilishi sabab tog'lardagi qor qoplamlarining tiklanishga ulgurmayotgani, issiqlik tufayli omborlardagi suvlar bug'lanib ketishi. Bir tomondan Markaziy Osiyo aholisining soni ham tezkorlik bilan o'sib bormoqda. Sovet davrining oxirida mintaqada 49 million kishi yashagan bo'lsa, hozirgi kunga kelib ularning soni 75 milliondan ortiq va 2050-yilga borib ushbu ko'rsatkich
100 milliondan oshishi mumkin. O'zbekiston aholisining soni esa hozirgi kunda 36 million kishini tashkil etadi. 2030-yilga borib ushbu ko'rsatkich 40 milliondan oshishi mumkin va suv yetishmasligi yanada kuchayadi. O'zbekiston uchun suv juda ham muhim hisoblanadi. Deyarli 70% suv millionlab odamlar ishlaydigan qishloq xo'jaliklari uchun sarflanadi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra 2050-yilga borib O'zbekistonning asosiy suv resurslari hisoblangan daryolar Sirdaryo 5% gacha, Amudaryo 15% gacha kamayishi kutilmoqda. Taxminan yarim asr muqaddam kattaligi bo'yicha dunyoda 4-o'rinni egallagan Orol dengizi hozirgi kunda achinarli holatga kelib qolgan. Ushbu suratda ko'rishingiz mumkin yillar davomida qanday o'zgarishlar bo'lganini. 1985-yilgacha Orol muammosi Soyuz fuqarolaridan yashirib kelingan. Birinchilardan bo'lib Mixail Gorbachov haqiqatni keng jamoatchilikka yetkazishga qaror qiladi. Orol dengizi atrofidagi og'ir vaziyatni eshitib, ko'pchilik hayratda qoladi. Biroq hech kim Amudaryo va Sirdaryodan suv tortishni kamaytirishni xohlamaydi. Suvga bo'lgan talab oshib borar ekan, O'zbekiston tezlik bilan suv tejaydigan texnologiyalarga o'tishni boshladi. Hozirda bunday texnologiyalar yordamida yerlarni sug'orish 20% gacha yetgan. Bu borada O'zbekiston O'rta Osiyoda 1-o'rinda, Osiyoda 4-o'rinda, dunyoda esa 13-o'rinni egallamoqda. 1990-yilgacha 1 gektar maydonni sug'orish uchun 20 ming metr kub suv sarflangan bo'lsa, ushbu texnologiyalar yordamida 2019-yilga kelib bu ko'rsatkich 10 ming metr kubgacha qisqardi. To'g'ri yondashuv tufayli O'zbekiston suvni yaxshi tejashni o'rganib oldi. Faqat odamlarning mentalitetini o'zgartirish qoldi xolos. Yozning issiq jazirama kunlarida shahar aholisi suv tejash haqida umuman o'ylamaydi. Asfalt, yo'llar va hovliga shlangadan foydalanib suv sepishni yaxshi ko'rishadi. Tishlarimizni tozalayotganimizda ma'lum muddatga suvni o'chirish biz uchun qiyinchilik tug'diradi. Dush qabul qilish uchun bitta odamga o'rtacha 70 litr suv kerak bo'ladi. Agarda odamlar terisini sovunlashdan yoki sochlariga shampun surishdan oldin suvni o'chirishsa yoki bosimni pasaytirishsa, ushbu xarajatlar 20-50% gacha kamayar ekan. Tadqiqotlarga ko'ra, bir to'plam idishni yuvish uchun 50 litrgacha suv ishlatishimiz mumkin ekan. Zamonaviy idish yuvish mashinalari uchun taxminan 10-15 litr suv kifoya. Yana bir qiziq fakt. Faqatgina bitta gamburgerni tayyorlash uchun, ya'ni barcha kerakli mahsulotlarni yetishtirish, ularni olib kelish va ulardan tayyorlash uchun 2400 litr suv ketar ekan. Xulosa o'zingizdan. Suvga bo'lgan bunday munosabatni o'zgartirish zarur. Ayniqsa hozir u oltinga teng bo'lganda. Qanday qilib suvni tejashimiz mumkin? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'rmon yong'inlari va jazirama issiq AQShning g'arbiy sohiliga jiddiy zarar yetkazganligi tufayli AQShning fond birjasida oltin, neft va boshqa tovarlar bilan birgalikda rasmiy ravishda suv savdosi ham yo'lga qo'yildi. Qayd etilishicha, mazkur savdo shartnomalari yordamida suvning yirik iste'molchilari bo'lgan fermerlar va elektroenergiyasi kompaniyalarini suv narxi o'zgarishidan himoya qilish mumkin bo'ladi deb qayd etilgan. Shu sabab suv katta biznesga aylanib ketmasmikan? Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha